Bugun mehmonxonamizdagi yarim devorni bo'yab tugatdik. Ustasiz remontimiz oxirlab, navbat zalga kelgan. Devordagi shpakilovka qurigandan keyin turmush o'rtog'im qaytib kelguncha o'zim gruntovka qilib qo'ydim. Uyimizda remontni koridordan boshlaganimizda gruntovka, shpakilovkani oxirigacha quritmasdan rang bergandik. Keyingi xonalarimizda bo'lsa to'liq quritib, keyin ishlatdik. Turmush o'rtog'im kelguncha gruntovka ham quridi. Potolokka har xil rang tegib ketmasligi uchun uni skotchlab chiqdik. Bu ishlar orasida kecha ko'rsatgan vazam hali ham qurimagani uchun Pinterestdan yaxshiroq ideya topib, bir boshidan vazaga harakat qildim. Mehmonxona rangi uchun oqdan sal farqi bo'ladigan fon tanladik. Avvalgi xonalarda to'q ranglardan foydalanganimiz uchun devordagi kamchiliklar tezda ko'rinardi. Fon uchun ochroq rangdan foydalansangiz devor kamchiliklarini ham yopib ketar. Endi bizda faqat mebel turgan tarafdagi devor qoldi. Ertaga ichini bo'shatib tayyor qilib tursam, keyin uголок bilan joyini almashtiramiz. Devoriga bo'lsa, shu devorga o'xshash liniyali dizayn qilamiz. Davomini o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.